شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان يا حبيب رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli ustazlar ve kırındaşlar, aldı bilen bizlerini keçileri Kur'an tilavetleri yanrap tuğan, kündüzleri iman nuru parlap tuğan, yaxşı ameller hasilep ziyade ecir sevapı erişip tuğan, hatalıklarımız apu kılınıdığan, şundakla her günüsü nurgulluğan kişiler dozaqtın azat kılınıdığan mübarek Ramazan ayıga ulaştığan Allah Subhanahu ve Teala'ga çeksiz hamd sanalar olsun. Allah'ınki fazil nimeti bilen Ramazan'ınki evvelki onunu tamamladık. Allah Subhanahu ve Teala şu 10 günde kılgan barlık yaxşı amellerimizni kabul kılsın. Ahirki 20'sini bizlerini Allah öz razı bolduğan, yaxşı gördüğün şekilde amellerimizni davamlaştırışqa, şundaqla ming aydın fazilet bolğan Kadir keçisiga erişishga müyesser qilishqa ve bizlerini ata-analarımız, aile ballarımız, ustazlarımız, yaqinlarımız hammalarni Allah şu dozaqdan azat qilgan kishilarning qatoridan bo'lishga Allah müyesser qilsin. Bugünkü dersimizin temisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki Mekke'de Ebu Talib jilg'isida 3 yil Mekke müşrikleri Kureyşlerinki ictimai, iqtisadi tarafdan embargo muasir qilinganligi to'g'risida qisqa so'zlab o'tamiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah tarafdan peygamberlik daveti buyurulgandan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı bilen davetni 3 yil sirri maxfiy şekilde elib bardi. 3 yildan keyin Allah Subhanahu ve Teala'nın fasta'u bima tu'mar. Yani sen buyurulgan narsani oshkor yetkizgin degan oyat nazil bo'lgandan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetni oshkor qilishga boshladi. Bu to'g'rida ustozlar nurg'un so'zlab o'tdi. Bu nihoyatda jafo mushaqqat qiyin bilan bo'lgan ish. Hatto musulmonlar Umar roziyallohu anhu bilan Hamza roziyallohu anhu musulmon bo'lganga qadar oshkora yuraklik bir Qur'on tilovat qilinmaydi, Kabe namoz o'qilmaydi. Peygamber aleyhisselam'ın duası Allah'ın muvaffaq qilishi bilan Umar roziyallohu anhu musulmon bo'ldi. Inondan burun Hamza roziyallohu anhu musulmon bo'ldi. Şunun bilen musulmonlarda biraz kuch quvvat paydo bo'ldi. Bular qo'rqmay Kabe'ning atrofiga chiqib namoz o'qiydigan, ibodatlarini ado qiladigan bo'ldi. Hatta bir qism musulmonlar Habistonga hijrat qildi. Bu ahvollar Mekke'deki Quraysh kafirlarininki, Mekke katvaşlarınınki bularni biraz ensirtib qo'ydi. Çünkü bularning maqsadi yangidan o'tirg'i chiqqan islom dinini bo'shkidilam yo'qitish edi. Ammo sahabalar boshqa taraflarga hijrat qilib, bu yerda xotirjam Allohga ibodat qilsa, Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem'ning nomi dunyoga taralsa, o'zininki Mekke'deki o'rni, hukmronligi, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy salohiyatidan ayrilib qilishdan ansirab, bular bir qancha qitim Peygamber aleyhisselamga har xil takliflarni qildi. Mal dunyo va'da qildi va xotinlarni va'da qildi, hatto o'zlariga boshliq qilishni va'da qildi. Ammo Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem men Allohning buyrug'ini o'rinlaymanki, bular o'ng qo'limga oyni, so'l qo'limga quyoshni qo'ygan taqdirda men bu ishimdan voz kechmayman deb ularning barliq talab fikrlarini rad qildi. Qurayshlar oxirida bo'lanmay, hamda biz bu Muhammad aleyhisselamni yo'q qilmasak, biz ishimiz utuq qozonmaydi ekanmiz deb bular maslahatlashib Peygamber aleyhisselamni o'ltirishni maslahat qildi. Peygamber aleyhisselamning tag'isi Abu Talib buni anglagandan keyin darhol Abdumannab jamoati bilan Hashim jamoatini yig'ib, Qurayshlar qarindishinglarning o'g'lini o'ltirish uchun bular suiqasd planladi. Hamda sizlar bu qarindishinglarning o'g'lini himoya qilmasanglar bo'lmaydi deb, shuning bilan Peygamber aleyhisselamni Abu Talib jilg'isidagi Hashim avlodlarininki mahallasi bo'lgan shu jilg'iga o'rinlashtirdi. Ya'ni Peygamber aleyhisselamni o'tirib elib, bularni mushriklarninki suiqasdidan himoya qildi. Şunun bilen Qurayshlar
Peygamber aleyhisselamның sahabilari, Peygamber aleyhisselamның himayesiga algan Hashim cemaati, Abdumannab cemaati, shuningdek bularga istaşlik qilgan, yordam qilgan, hatto yo'shirin bir narsa yetkazgan kishilarning hammasiga ijtimoiy va iqtisodiy tarafdan jazo qo'yish uchun bir to'xtam tuzdi. Bular tuzgan to'xtamida biz Bani Abdumannab bilan Bani Hashim cemaati bilan so'z-so'z qilmaymiz. Bularga bir narsa setib olmaymiz. Bulardan bir narsa setib olmaymiz. Shundaqla bular bilan qudubaji bo'lmaymiz. Bulardan qiz talab qilmaymiz. Bizning qiz talab qilib kelsa bularga bermaymiz. Hatta bir sorunda o'ltirash qo'pash qilmaymiz va so'zlashmaymiz deb zulm bilan to'lgan bir to'xtamnomani yozib, bular bu to'xtamnomani Ka'baninki ichiga kirib isib qo'ydi. Şunun bilan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhisselamның sahabilari ve Abdumannab Hashim cemaatlaridagi meyli musulmonlar bo'lsin yoki ularning musulmon bo'lmaganlar bo'lsin, hammasi birdek Peygamber aleyhisselamga peygamberlik va'yisi kelgan 7-yili Muharram oyidan boshlab Abu Talib jilg'isida kafirlarningki muhosirasi qurshavda qoldi. Bu asosiy sahih rivoyatlarda 3 yil davomlashgan. Bu 3 yil jarayonida Peygamber aleyhisselam sahabalar ve cemaatlari bu yerda til bilan tasvirligisiz jafo mushaqqatlarga uchragan. Bularga yeydigan narsa yo'q, ichadigan narsa yo'q. Hatto daraxtning g'azonlari o'tning yiltizlarini yeb shunda kun saqlagan. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu shunda deydi: "Men bir kechasi kichik taras sundirib o'tib, yerda bir taraq chiqqan ovozni anglab qoldim. Bu ya'ni sipash turib asam bu qurib qolgan bir tugining terisining parchasi ekan. Buni aprib, yuvitib, qozonda qaynatib, so'qab, shuning bilan 3 kun men jon saqladim." Hatta Peygamber aleyhisselamның ayoli Hadicha anamizninki jiyani Hakim ibn Hizam bir kunisi bir xizmatchisiga bir taqa bug'doyni ko'tarib, yordam berish uchun mangan vaqtida Abu Lahab uchrab qilib, "Sen nega borsan? Bu biz to'xtam qilgan tursak, bu muhosirda qolganlarga yordam qilamsan" deb oldin to'sidi. Shu vaqtida Abul Buxtari Bani Asad qabilasidan kelib, "Sening nima ishing bor? Bu ochliqni apasa o'zining hammasiga apurdi. Hammasining qo'ygan ochliqlarini. Sen ishoni qilsang bo'lmamdi" deganda Abu Jahil biz to'xtam qilgan agar bu açlıqni ilib mağdigan bo'lsa men buni boshqa Makkaning ichida rasvo qilaman deganda Abul Buxtari degan kishini ochiq kelib yerdan tugining tanoq so'nkidan birini ilib Abu Jahilning bishiga bir qo'yib bishini yerib etgandan keyin Abu Jahil ketdi. Hatta ba'zi bir şu özü musulmon bo'lmasimi, o'zininki vijdoniy tuyg'usi bor, insonligi o'lmagan, muruvvatlik esil kishilarmi bor taraflarning orasida. Bular kechalari yo'shirin holatda ochliq yemakliklarni tugiga yuklab akilib, jilg'iga yaqin yerda tugining chulvurini qo'yib o'tdi. Tugi shuning bilan jilg'iga kirib ketdi. Ular bu ochliqdan manfaatlanibdi. Hatta bu jilg'ining keyin taraflaridan yana uşaq bolalarningki ayollarning yig'izalari anglab ketdi. Ochliqdan yegili bir narsa bo'lmaganlikdan. Shunda qilib bu nayati jafo mushaqqatlik ish 3 yil davomlashdi. Oxirida Abu Zuhayr, Hisham ibn Amr, Abul Buxtari, Mutam ibn Adi, Asvad ibn Zamat ibn Asvad qatorliq kishilar o'zaro bir-biri bilan ko'rishib, bular aytdiki, bizning qarindoshlarimiz yegili yo'q, ichkili yo'q, jafo mushaqqat tatibasa, biz oilamizda yeb-ichib, ayollarimiz bilan birga bo'lib qanday rohat yashaymiz. Buningga bizning vijdonimiz qanday yo'l qo'ydi? Biz bu zulmga to'lgan to'xtamni amaldan qoldirishimiz kerak, bulardan embargoni bekor qilishimiz kerak deb, bular maslahatni pishirib, atisi Ka'baga kelib Qurayshlarning o'tirdigan joyida Amr ibn Hisham o'tirib chiqib aytdiki, bu to'xtam amaldan qilish kerak. Chunki bular 3 yildan beri tatmagan jafolini tatdi. Biz endi buningga qarab turolmaymiz degandan keyin, undan keyin Abul Buxtari men bu fikrga qo'shilaman. Undan keyin Mutab ibn Adi, Zamat ibn Asvad bularning hammasi bir-biridan o'tirib chiqib, biz buningga qarshi to'xtamni amaldan qoldirmaymiz deydi. Bundan biraz burun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın vahiysi orqali tağısı Abu Talibga, "Ey tağa, bularning Ka'bada asqan to'xtam qog'ozidagi hamma so'zni bir qurut yeb, faqat bismikallahumma Allohning ismi bilan degan so'z qoldi." Ba'zi rivoyatlarda hamma xatni bismikallahumma degan Allohning ismi degan so'z yeyilgan qolgan deb muba.
sen bunu Qurayshga xabar bergan degandan keyin Abu Talib Qurayshga aytdi. Ey Quraysh jamoati, qarindishimning o'g'li shundoq dedi. Agar sizlar Ka'bani ichib bu to'xtamga qarab qo'yinglar. Agar qarindishimning o'g'lining degan so'zi haq bo'lsa, bu to'xtam amaldan qolsin. Agar uning so'zi to'g'ri bo'lmay qolsa, men qarindishimning o'g'lini sizlarga topshirib beray, sizlar qanday qilsanglar mayli degandan keyin Qurayshlar Abu Talibga endi sen insofga keldi. Burun shunday degan bo'lsang bu ish bo'lmaydi deb, bular Ka'bani ichib, o Ka'baning ustiga isilgan o qog'ozga qarasa, qog'ozda faqat bismillahirrohmanirrohim Allohning ismi bilan degan so'z qolgan. Enondan boshqa zulm bilan yozilgan xatlarning hammasini qurt yevetgan. Shuning bilan Qurayshlarning boshlari tushib, salpaygan holat chiqib ketdi. Bu zulmga to'lgan to'xtam amaldan qoldi. Endi bu 3 yillik Peygamber Aleyhisselam'dan tatgan cepa müşakkatlari buni tasvirlagili bo'lmaydi. Buni hozirgi zamonda silish tutsak, bu o'z ayni biz buni kitoblarda o'qisak, amaliyotda hozir G'azzada ko'ryapmiz, vatanimiz Sharqiy Turkistonda ko'ryapmiz. Bizning qarindoshlarimiz o'zi musulmon bo'lganlik sababdan, Allohga iymon etganlik sababdan o'zining yurtlarida ochiq turmalarda yashayotdi. Shu Payg'ambar alayhisalomni o'zining jamoatlari orasida, o'zining mahallasida 3 yil qamalgan. Shuningdek bizning qarindoshlarimiz-mi Xitoy kafirlarininki ochiq turmalarda 6-7 yildan beri japa mushaqqat tatiyotdi. Shundaqla 100 kun atrofida bo'ldi, 7 oyga yaqin bo'ldi buni G'azzadami 300 kilometr dairada şu musulmonlar nurg'un japa mushaqqatini tatiyotdi. Biz dastlabki davrdagi kafirlar bilan hozirgi 21-asrdagi kafirlarning ahvoliga qarab baqsak, bularning tutgan siyosatlari, ilib mangan yo'llari asosan o'xshash. Ularning hammasining maqsadi birdek, haqni yo'qotish, haq ustida mustahkam turganlarni bir taraf qilish, hech bo'lmaganda ularga embargo jazolarini yurgizish. Payg'ambar alayhisalom sahobalarga ijtimoiy, iqtisodiy tarafdan embargo jazo yurgizilgan bo'lsa, hozir mayli Falastindagi bo'lsin, bizning vatandagi musulmonlar bo'lsin, onunla qetlib iqtisodiy askeri embargo yurgizilyapti. G'azzaga qarab baqsak, kuniga nurg'unlagan bombalar aytilyapti. Har xil cheklangan qurollar ishlatilyapti. Ushaq balalar, ayollar ochlikdan o'layapti, yig'zari qilyapti. Ammo dunyoda buning quloq soladigan hech bir vijdon egisi, insoniy tuyg'usi va davlat hokimiyati yo'q. O'z davrida arablarning ichida musulmon bo'lmasimi, ammo o'zining insonligi o'lmagan, vijdoniy tuyg'usi bor kishilar o'tirib chiqib, bu haqsizlik bo'ldi deb buni amaldan qoldirgan. Ammo hozir qarab baqsak, shu jahiliyatdagi arablardek vijdonli insonlar o'tirib chiqamdi, chiqmamdi. Ba'zilar aytadi, kishilik huquq, inson haqlari, xalqaro Birleşken Devletler Teşkilatı degandek yalgan teşkilatlarni da'vo qilamiz. Bular bizning haqlarimizni apirdi, bizga yordam berdi deb qaraydi. Buning hammasi nima desa, o'zini aldashdan boshqa narsa emas. Chunki oq ishit, qora ishit, qizil ishit hammasi o'xshash. Bular bir parcha so'ngakni talashgan vaqtida bir-biri bilan qavassimi, yana ma'lum miqdorda manfaatga erishgan vaqtida kelishib qoladi. Bularning hammasining maqsadi o'xshash, sharqda bo'lsin, g'arbda bo'lsin, musulmonlarni yo'q qilish, haqni yo'q qilishdan iborat. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın kendi 3 yıllık mehnetinden ilingan birinci ders nima desa, her vakit musulmonlar, davetçiler Allah'ın özü bilan birlik ekanligi, Allah'ın ularni muhafazat qilganligi ve Allah'ın yardım berdiganligiga keskin ishonch qilish kerak. Chunki Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bu jarayonda o'zining barliq kuch-quvvatlarini chiqadi, tirishchanliklarini chiqadi. Shu yerda ya 100 ya 150 yaqin adam qo'rshavdi qolgan. Enondan boshqa ularga yordam beradigan boshqa musulmonlar yo'q u vaqtida. Hozir qarab baqsak, G'azzada 2 million odam muasir ichida. Dunyoda musulmonlarning soni qanchalik desa 2 milliarddan oshadi. G'usa sel, dengizning ko'pikidek musulmonlar bor. Dunyoning ham yerda islom shuari bor. Amaliyotda maydonga chiqib, haqqi yordam beradigan, mazlumning tarafida turadigan, zolimni zulmdan to'xtat, ma qilmishing xato deb o'tirib chiqadigan musulmonlar qanchalik buni o'ylanib baqsak bo'ladi. Ikkinchidan musulmonlar
ölümala, davetçiler, siyasi yollar bula sepini birleştiriş gerek. Çünkü bula sepni birleştirip hemmeyle bir niyet, bir maksat, bir septi bulmağa vaxtıda din düşmanlarınınki meyli fikri taraftan bolsun, iqtisadi taraftan bolsun, askeri taraftan bolsun, zarbisiga bardoshlik bermaydi. Peygamber Aleyhisselam'dan siratiga qarab baqsaq, Peygamber Aleyhisselam Qurshavda qolgan vaqtida yalğız musulmonlar yo'qdi. Peygamber Aleyhisselam'ninki jamoatlarning ichida musulmon bo'lmaganlarmi o'zining qarindoshlarini himoya qilish tarafdan muasirga birlik kirib 3 yil japa mushaqqatni tatgan. Shuning uchun bizda birlik eng muhim. Her qanday holatda o'zimizning shaxsiy manfaatimizni qarab qo'yib, asosiy maqsadimizni diniy manfaat, vatanning manfaati, birlik manfaatini birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Ba'zi bir ko'ngil og'riqi, xafaliklarni tashlab o'tib, bir niyat, bir maqsadda sepimizni mustahkamlasak, mayli fikriy tarafdan, mayli askariy tarafdan, mayli iqtisodiy tarafdan din dushmanlari bizni bechit qilolmaydi. Bizni hech nima qilolmaydi. Bu dersinde ilindiğen yani bir payda qaysi dese Peygamberler, davetçiler, ölümalar, nayeti sabırchan buluş, her qanday qiyin şaraitimi özünki davetini to'xtatib qo'ymaslik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 yil embargoga duch kelgan bo'lsa-mu, ammo haj mavsumlarida har qaysi qabilalarning qishlariga borib haj kelgan kishilarningki o'zining Allohning payg'ambari ekanligi, Allah tarafga da'vat qilganligini bildirib, har bir qabiladagi kishilarni dinga da'vat qilib boqqan. Ba'zilari gap qilmagan, ba'zilari qabul qilmagan. Ahırda Medine'den kelgan Araplar 1. yılda 1 kişi, 2. yılda 5 kişi, 3. yılda bular 80 neçe adam bo'lib, musulmon bo'lib, shuning bilan islomningki markazi Makkadan Madinaga yo'tkalgan. Yana bir ish, bu nondan ilingan yana bir foyda qaysi desa, da'vatchilarni himoya qiladigan bir kuch to'plash. Çünkü o'ttirg'i chiqqan rahbarlarni, da'vatchilarni, peshqadam ustozlarni bularni himoya qiladigan bir kuch bo'lish kerak. Hatto bular bir davlat qurgandimi, ularni himoya qiladigan bir kuchga ehtiyojlik bo'ladi. Chunki Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem sahabalarni bu 5 kişi mesela o'ttirg'i chiqdi batırlık bilan. Bunun tesiri intayin köp buldu. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nayeti vefadar, sadaqatmen zat boğallıktan bu 5 kişinin ki özgü kıygan yaxşılığını, vefadarlığını unutmadı. Bunun arasında Hişam ibn Amr Mekke fethi olgandan ki Müslüman buldu. Peygamber aleyhisselam onunla Hunayn gazasida ilingan ganimetlerden 100 yakın tügünü verdi. Ebu Buxtari Bedir uruşuda müşriklerin sıfırıydı. Peygamber aleyhisselam sahabelara eğer sizler Ebu Buxtari'ye uçuruşup kalsanlar can meydanında bunu öttenmenler dedi. Çünkü bu adamın ki kıgan yaxşılığı var idi. Şunundak Mut'ab ibn Adi bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 3 yıllık muasırdan çıkandan keyin Mekke'de davetning yolları etilib, Mekke'de şarait qiyinlashgan vaqtida Taif chiqib, bu yerdan bir davetni qabul qilgan kishilar bormi deb Taif ahliga chiqqan. Ularga chiqib o'zining ahvolini deb dinga davet qilgan vaqtida Taifliklar buni qabul qilmagan. Hatto o'zining Taifga kelganligini Qurayshga aytmaslikni talab qilgan vaqtida buni qabul qilmagan. Hatto u yerdagi bir qism nadan ahmoqlarni tushkurtib qo'yib, Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemga tashshamlarni aytib, Zeyd ibn Haris shunda mudofaa qilib tursa-mu, Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemning muborak oyoqlari qonlar bilan Taifdan qaytib kelgan. Bu vaqtida Peygamber aleyhisselam nayeti bir aram bulup Allah'a dua kılgan. Ey Allah, ben özümden acizlikim, çaresizlikimden sizlere yalvarıp dua kılıman. Ey Allah, beni gepimden anlamaydıgan kişilerge tapşıramla. Ya ki, bana düşmanlık kılıvatkanlarga tapşıramla. Eğer sizler menden razı bolgan bolsalar, bana gazap kılmagan bolsalar, ben hiç perva kılmayman, din yolunda müstahkem turman deb Allah'a nayeti yalvarıp dua kılgan. Peygamber aleyhisselamdan bu duasını algan Şeybe Atebe bu şikaylen bağda turib, özünün bir xizmetçisinden Peygamber Aleyhisselam'a ait işi ağırıp bir sap üzümünü evetken. Bu Addas degan xizmetçi üzümünü Peygamber Aleyhisselam'dan kışığa kelib aldı qo'ygan vaqtida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim deb üzümden bir tane ağzık saldı. Bu xizmetçi hayran bo'lib dedi ki, bu gap senin qavming bu yurtda deyildigan gap emasdi deganda Peygamber Aleyhisselam bu kişiden sen qaysi yurtdan, qaysi dindan deb so'raganda bu kishi men Ninaviylik Hristiyan deganda sen qarindishim Yunus
Yunus ibn Matta'nın yurtudunmu degende bu adam tıxım hayran bulup sen Yunus ibn Matta'nı qanda bilsen degende o menin qarindişim, o Allah'ın peygamberi, men Allah'ın peygamberi degenden keyin Addas darhallan Peygamber Aleyhisselam'dan putluğu söyleyip şu yada eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah deb iman etti. Peygamber Aleyhisselam bu yoldan qaytib kelayotgan vaqtida insanlar Peygamber Aleyhisselam'dan davetini qabul qilmagan bolsa Allah Subhanahu ve Taala özünün mahluqatlarından jinlarni avatdi. Mekke bilan Taifning oraliqidagi xo'miliqda bir qism jinlar Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemning tilovatlarini tinglab, shu yerda iymon etib, darhol o'zining qavmiga birib islom da'vatini yetkazdi. Bu nimadan desa, agar bir qavm Allohningki da'vatini qabul qilmay, Allohning diniga qarshi chiqib, Allohning payg'ambariga sarkashlik qiladigan, Allah Subhanahu ve Taala unda qavmni zimmidan yo'q qilib, uning o'rniga Allohni yaxshi ko'radigan, Allohning dinini yaxshi ko'radigan, Allohning diniga xizmat qiladigan, Allohning diniga yordam beradigan boshqa bir qavmni Alloh keltirdi. Shuningdek, bu vaqalikdan keyin Peygamber Aleyhisselam'dan tağısı Ebu Talib dünyadan ketdi ve şundaqla Peygamber Aleyhisselam'nınki hayat yardımcısı rafiqisi bo'lgan Xadicha onamiz dünyadan ketdi. Bu yil qayg'u yili deb ataldi. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemga zemin taçılık kelib da'vat qiyinlashgan vaqtida Allah Subhanahu ve Taala Isra Miraj vaqaligi orqali bütün osmonning eshiklarini ichib, erishkichi bo'lgan bütün orliqni ichib, ey Muhammad sallallohu alayhi ve sellem zemin ahli sizlarga qarshi olmasa, sizlarga hurmatsizlik qilib sizlarning da'vatlarini qabul qilmasa, osmon ahli sizlarni kutib oladi deb Peygamber Aleyhisselamni Miraj bilan musharraf qildi. Peygamber Aleyhisselam Mirajda Allohningki ajoyib qudratlarini ko'rdi. Buning bilan Peygamber Aleyhisselamningki ma'naviyati qaytadan kuchlanib, ruhi urg'ib, da'vatga bo'lgan qizg'inligi burunqidan muhassilab ochdi. Allah Subhanahu ve Taala her birimizni Peygamber Aleyhisselam sahabalardek din üçün barlığımızı pida qila oladigan haqiqiy pidakor kishilarni qilsin. Allah Subhanahu ve Taala şu her birimizga şu payg'ambar avlodlarimizni Peygamber Aleyhisselamning siratlari bilan tarbiyalab, bularni sahabalar qurbonlik qilgandek, o'zini atagandek, haq üçün, din üçün o'zini ataydigan qilib tarbiyalashga Alloh muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.